Har bir tinch tongimiz ortida kimningdir bedor kechasi, dorilamon kunlarimiz ortida chekinmas jasorati yotadi. Vatan tinchligi, xalq osoyishtaligi yo'lida xizmat qilayotgan shunday insonlar borki, ular har doim ham ko'rinmaydi. Ba'zan nomlari tilga olinmaydi, ammo har lahza hayotini xavfga qo'yib, burchini ado etadilar. Jasorat medali esa ana shunday mardlik, sadoqat va fidoyilik bilan vatan osoyishtaligi, xalq farovonligi yo'lida xizmat qilayotganlar uchun ta'sis etilgan. Bugungi qahramonimiz ichki ishlar tizimidagi 30 yillik mashaqqatli va shu bilan bir qatorda sharafli kasbiy faoliyatidan so'ng nafaqa gashtini surayotgan Jasorat medali sohibi Abdumo'min Mamatov. Abdumo'min aka, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Rahmat. Abdumo'min aka, bizga ma'lumki, siz uzoq yillar ichki ishlar tizimida samarali mehnat qilgansiz va bugun nafaqa gashtini surayapsiz. Albatta. Keling, mehnat faoliyatingiz haqida bizga so'zlab bering. Men shu ichki ishlar tizimida 30 yil mobaynida ishlaganman. 1996-yil ichki ishlar tizimi, ya'ni tezkorlik bilan harakat qiluvchi rota militsioner lavozimida ishlaganman. Shu sohada ilk ishlab yurgan davrimda ham 1997-yil Termiz davlat universitetiga sirtdan hujjat topshirdim. Shuni 2001-yil tugatganman. Oliygohni tamomladingiz. Oliygoh tugatdim. 2001-yil o'sha paytlar kichik leytenant bo'lib 4-kursimda kichik leytenant zvoni bilan unvon boshlaganman. O'shanda biz ishlab yurardik. Ishlab yurgan davrimizda 2001-yil Surxondaryo hududi bo'yicha maxsus otryad bor edi. O'shanda ishlab keldim. Keyin 2004-yildan keyin O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli maxsus otryad tashkil topildi. Ya'ni o'zimizga vazirlik o'tganimizdan keyin shundan ishladik. O'shandan keyin unvon qo'shilib ketib, keyin shundan 2024-noyabr oyida chiqdim. Keyin shundan hozirgi kungacha men nafaqada. Endi bu ichki ishlar tizimida ish faoliyatimiz ajoyib o'tgan. Qancha ustozlarim bor, shogirdlar, ortadagi meni shogirdlarim bor. Hammasi yaxshi. Bu kasb bobo kasb. Bobom shu ichki ishlar tizimida ishlagan. Shu bobomning nima deydi, shu izbosarlari bo'lib, akam ham mana ichki ishlar tizimida ishlagan. Ukam ham ishlayapti hozir ham. Bu kasb juda ajoyib kasb. Men faxrlanaman shu kasbdan. Men shunchalik ishladim. 30 yil mobaynida ishlagan bo'lsam, ya biror marta jazoganim yo'q, yoki bir hayfsanam olganim yo'q. Toza o'z mehnatimga sirtqi dildan vijdonli ishlab kelganman. Mamatov Abdumo'min Rahmonqulovich O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 28-avgustdagi farmoniga binoan Jasorat medali bilan mukofotlanadi. To'g'ri. Endi o'sha 2008-yil shu kamtarona mehnatim bilan shu Jasorat medali bilan taqdirlandim. Endi bir ajoyib ishlagan. O'sha vaqtlar 2008-yil Ichki ishlar vaziri general-leytenant Bahodir Matlutovdan Jasorat medalini olganman. Abdumo'min aka, ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan yoki bugungi kunda nafaqa gashtini surayotgan har bir faxriy uchun ushbu Jasorat medalini olish albatta orzu. Mana shu Jasorat medalini olish jarayonida nimalarni his qildingiz? Bu Jasorat medalini olishda avvalambor men shu taqdim qilgan ekan, chaqirishda buning o'zi vazirning oldiga chiqib borish ular bir katta baxt u. Borib oldiga chiqib olish odam bir yurakdan bir hayajonlanib bo'ladi baribir odamlar. Lekin odamda bo'ladi, hayajoni bo'ladi. Birinchi odam bir hech kutilmagan vaziyatda bo'lib qoldi. Shu yolg'iz bor ekan deb chaqirishdi. Xursandchilik yaxshi bordi. Bu yerda ko'ryapmizki, yana boshqa esdalik nishonlari, rasmlar, sertifikatlar bor. Ularga ham to'xtalaylik. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 2-darajali ichki ishlar organlarida benuqson xizmatlar uchun ko'krak nishoni guvohnomasi ekan. Shunday, men buni 2019-yil mustaqil bayrami arafasida Ichki ishlar vazirligi tomonidan olganman. Inson qaysi sohada faoliyat yuritmasin, albatta oilasining qo'llab-quvvatlashi birinchi o'rinda turadi.
Sizning 30 yillik faoliyatingiz davomida oilangiz sizni qanchalik qo'llab-quvvatlagan? 30 yillik davomida oilam juda ajoyib, unday endi chunki ichki tuzilmada ishlab yurgan payt yarim tunda kelgan joylarimdan bo'lgan. Sen nima kechikib kelyapsiz? O so'z bo'lmagan. Kech kelgan paytimda doim shu darsxonam ochiq, ovqatlanib kutib olib, mana shunday yurganmiz. Oilam yaxshi, malades. Doim qo'llab-quvvatlagan. Oilamdan bir e'tiroz bo'lmagan. Necha nafar farzandingiz bor? Farzandim 2 ta qizim bor, bitta o'g'lim bor, bitta nevaram bor. Nafaqada bo'sh vaqtlaringizda nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Hozir shu nafaqada chorvachilik bilan shug'ullanaman, dehqonchilik. Abdumo'min aka, ichki ishlar tizimidagi uzoq yillik faoliyatingizdan so'ng bugun yorug' yuz bilan nafaqaga chiqdingiz. Albatta, ushbu tizimdagi samarali mehnatingiz davlatimiz rahbari tomonidan qolaversa, Ichki ishlar vazirligi tomonidan yuksak baholanganligiga guvoh bo'ldik. Mana shu tizimda faoliyat yuritayotgan har bir xodimga siz kabi nafaqaga chiqishlik nasib etishini xohlaymiz albatta. Doimo sog'-salomat bo'ling. Farzandlaringizga, nabiralaringizga, qolaversa shogirdlaringizga to'g'ri yo'l ko'rsatishdan charchamang. Rahmat. Biz tilga olgan jasorat medali shunchaki mukofot emas. Bu burchga sadoqat, yurtga muhabbat va hayotini xalq yo'lida tikkan insonlarning ruhi, kuchi, irodasi tan olingan lahzadir. Bu medalni olgan har bir inson ortida mashaqqatli yo'l, sinovli kunlar va yorqin mardonavorlik turadi. Ularning har bir qadami vatan tinchligi uchun qo'yilgan qadamlardir va eng muhimi, bunday jasorat hech qachon unutilmaydi.